E'tibor bering, oddiy kartalar bilan. Otning fokusini. Qarang, chiqiling. Qo'lipchilik, chaqonlik o'yinlari. Yana bir qarsigan bo'lsin, birodarlar, xarakter uchun. Harakat uchun. Bo'ladi. Xo'p. Yoshlari 17 yoshda, otlari Akmalxon. O'ynagan o'yinlari yoqqan bo'lsa, ukamizga bitta qarsiga bo'lsin, birodarlar. Barakallar. Yana bir ukam bor, yoshi 13 yoshda. Otlari Abdullajon, laqablari Jackie Chan. 1-2 dona salto o'yinini ko'rsatsin. Bolaga ham bir muhabbatli qarshi shuga insonning o'g'illari shunaqa chaqirib bo'lsin. Barakallar. Abdullajon. Barakallar. Yana bir qarshi bo'lsin Abdullajonga ham. Barakallar uchun. O'yin ko'rsatadi. E'tibor bering, qo'l qo'yib salto tashigan bo'lsa, qo'l qo'ymasdan havoda bamisoli kattariga o'xshab aylansin. Qarshi cho'gan insonning o'g'illari, nabiralari shunaqa paloni yetmasin. Ketdik. Qarayala palon. Hey! Qarayala. Yana bir qarshi bo'lsa shu jamsiya. Qarayala. Endi oldiga emas, orqaga ko'ramiz. Orqaga murakkab bo'ladi. Qasiy bo'lsin, qasiyga bir ko'raylik. Apalon. Qarayala palon. Hey! Yana bir qasiy bo'lsin ukamizga. Endi Jamboboni o'yindan bitta ko'rsatsin. Jambobo Xitoy devorlaridan qo'l qo'ymasdan salto tashab o'tib ketgan bo'lsa, bizda Xitoy devori yo'q. Mana shu kamning ustidan qo'l qo'ymasdan havoda aylanib o'tib ketsin. Qasi ko'ramiz, bormi qasiga qalqamiz? Ketdik. Qaraylar. To'g'ri qasi yo'sin. Qasaga. Endi bittasi kamlik qildi. Mana 4 ta, yana bir kishi boring, siz ham boring. 5 ta bo'lsin. Ustidan o'tib ketsa, havas bilan qasiga oling. Ilohim o'g'illaringiz nabiralari shunaqa palon bo'lsin. Ketdik. Qaraylar. Abdullajon, laqablari Jackie Chan. Qasekkarsa bitta qasik shop qo'yaylik bittasiga. Qaraylar. Masxaros. To'xta. Qarasha balon. Abu. Qamchinni ko'tarib qatga ketyapsan? Yaxshimisan? Ana, men haliga masxarabozlik tashab, haligaqa yo'tib ketdim. Dirsirabchi. Hayvon o'rgatibsan. Hayvon o'rgat. Qanaqa hayvonlarni o'rgatasan? Ana masala haliga mol, eshak, to'ng'iz, fil, tuya. Yo'q, mol eshagi yo'q. Bizda bir quloqiga gap kirmaydigan bir bola bor. Shu odamni o'rgatsang, men senga ilonni beraman. Chaqiraymi? Mana shu bola aytganini qilmaydi. Mana shuni bir tirsirobga qil. Bolamma. Mana shuni o'rgatish kerakmi? Aha. Bo'ldi, o'rgataman. Qani bir ko'raylik shu. Bo'ldi. Hey, ana xo'jayin boshi. Aha. Sen bana aytganini qilib o'zing yugur. Yo, bu aytganini qilmaydi, yugurmaydi. Voy, sarday yugurdi-da. O'zing yugur. Yugur sen. Yo'q. Voy masxaros. Yo'q, ana xolos. Qarasha balona, buni urib o'rgatasanmi? Urmasa bo'lmaydimi? Ana buni qarang. Laylakka o'xshab aylanyapti. Ana xolos. O'rtaga? O'rgandimi? Ana sakraydi. Bu haqiqiy hayvon o'rgatadigan tirsirobchiga ekan. Bu endi nima bo'ladi? Ha? O'rgandi. Endi bu yerdaqa palarga bor. Shikalat. Bering. Mana sirklarda otlarni yugurtirib, qand beradi, salam qat berin. Xafa o'qmasin.
Nima bo'ldi? Oberdi siz kutib qoldi. Og'zingni ochib turadim. Ana tishlab oldi. Aytdim-ku yomon bola bo'ldi. Endi qo'lga tushdi. Ana. Voy sanam tirsiroqchigimi? Ana xolos. Nima bo'ldi? Ha? Aytsekroq ursin. Nimaga? Voy uyda 8 ta bola chaqa bor. Ana xolos, yugur endi. Ana. Ana bo'ldi ko'pirma, ey. Ha barakallah. Bir aylanib o'tdi ekan. Ana. Ana. O'rgandimi? Bunga ham padarik bormi? Berish keladi. Abri qasaymiz siz. Masxaros, haliga bo'playsan. Masxara o'tganga bir qarshi yursin, birodar. Barakallah. Barakallah. Katta dori o'yinlariga navbatni beraylik. Bu dorisiga mana 17 yoshli Doson ukam chiqib yurib 2 dori ko'rsatib bersin. Doroz bola ham sog' ketdi, sog' salomat yana ketsin deb, yana bir qarshi ichiga insonni xonadonda to'y bo'lsa iloyim. Hozir. Abir qarshi bo'lsin dorosiga. Barakallah doroz. Bu ko'zga hardan jilva bergan funchiga xandonidir. Ha bu davr kimning davridir? Shunda turgan opa akalaringiz, ukalaringiz davridir. Siz bilan bizni ham davrimizdir. Avvaliga bir dori bilan tanishib o'ylab kelamiz, badaz og'ir o'yinlarga o'tamiz. Tayyormi? Qasing o'sin bir kelaylik birodarlar. Qani? Ya bargala doroz. Barakalla, hushyor bo'lib. Barakalla. Ha, bu o'yinlaringiz ham pis emas ekan. Asta-asta o'yinlarni og'irlashtiramiz. Qani o'rningizdan turib dorni o'rtasiga kelib, chaparasi hayotdagi o'yin bor. Shu o'yinni ham o'ylab kelasiz ekan. Qani? Barakalla. Yaxshi bo'lib. Xabar qarsagan bo'lsa birodarlar. Barakalla doroz. Barakalla doroz bola. Endi dorni o'rtasiga kelasiz ekan. Bir langarni boshdan oyoqdan aylantirib, bitta oyoqda mana qaldirg'och degan o'yin bor. Shu o'yinni ham o'ynab kelasiz. Balaz og'ir o'yinga o'tamiz. Tayyormi? Ketdik bo'lmasa doroz hushyor bo'lib. Ha barakalla. Shoshilmasin. Barakalla qaytarib. E'tibor bering. Manimcha qarsa kerak birodarlar. Barakalla. Barakalla doroz. Asl shunday son qiladi turmasinglar. Barakalla. Ha. Endi rasomlik xushor bo'lasiz. Mana shu dorni o'rtasiga kirib, mana shu bosh bilan burun bo'lishasiz. O'zingizdan turib o'ynab ketasiz, xushor bo'lasiz. Tayyormi doroz? Oldik bo'lmasa hushyor bo'l. Qani? Barakalla. Barakalla.
Oynasa o'yin ko'mkan. Bitta yugurib mana chig'irib ham bir ikki dona o'yin ko'rsating. Orqasidan keyin mana Mahmudda simdor o'yinlari bor, plon o'yinlari bor. Bitta chiroyli qasay bo'lsin. Qasayga bir ko'raylik. Ketdik bo'lsa daroz. Ajoyib bir darvoz. Har dovlar ustida yurarsiz bamisli bir g'oz. Chig'iriqlarda bo'larsiz sarparoz. Endi xayolni parishon qilmang. Darvozlik emas, jonbozlik deydi. Avvaliga mana chig'iriqlar bilan ham bir tanishib o'ynab kelayotgan, biroz og'ir-og'ir o'tamiz. Sizlardan qarsak bo'ladi, darvoz bo'ladi, chiroyli o'yin bo'ladi. Yaxshi qarsak bo'lsa murodillar. Barakalloh dostlar. Yep, barakalloh. Bu o'yinlaringiz ham pisamas ekan. Mana shu yerda mana qaldirg'och degan o'yin bor. Shu o'yinni ham o'ynab beramiz. Tayyormi? Onli bo'lmasa darvoz bola hushyor bo'ling. Yop, barakalloh, qani? Barakalloh. Endi bu Namangan viloyatida ayshalik uchmagan yigit qiz yo'q. Endi Namangan olmasini bitta cholasiz endi. Ayshada qayshalik bo'lib ushasiz. Ayshada bir ajoyib o'yin bor, shu o'yinni o'ynab berasiz endi ukam. Ketib bo'lsa, qani? Barakalloh. Barakalloh. Shalom. Mahmudda bir shogirdim bor. 2 oydan beri shu ko'rikda o'ynataman deb tayyorladim. 2 oyning ichida nimani o'rgatgan bo'lsam, shuni bir ko'raylik. Anvarbekni haqiqatan bitta chiroyli qarsak bo'lsin, simdor o'yinlari bilan xizmatingizda bo'ladi. Barakalloh daroz. Dostonbek ukam yosh, kelajakda umidimiz katta. O'ynagan o'yinlari sizlarga yoqqan bo'lsa, Dostonbekka ham bitta qarsak bo'lsin, birodarlar. Barakalloh. Benim pirim Alisher Xudodir. 2 damadım Muhammedim Mustafa'dır. Kekide dursa da kişiye ne olsa tavri ilahimizdir diyor. Yine daroz baya. Mayda şu oyunu koyuyoruz. Bir daha hem tanışız hem şohru oynab kelasiz endi. Ketdik bo'lmasa daroz, ha? Barakalloh. Barakalloh. Aşı darının o'rtasiga keling uka. Langarni yelkangga qo'yib, bir aylanib havoda langarni ushlaysiz. Trenddagi o'yin bor, shu o'yinni ham o'ynab kelasiz endi uka. Ketdik bo'lmasa hushyor bo'ling. Barakalloh, hushyor bo'ling. Barakalloh, hushyor bo'ling.
Toblangarni ham qo'g'irib o'ynab keling desam, vaqtimiz kam qolyapti. Pastga tushing. Hammaga 2 dona o'yin bo'yilib berdim. Kimni bitta qarshi choq o'yinlik jamizga barakalloh. Endi yo'qchi ukalarim bor. Olovlar bilan o'yin ko'rsatadi. Sizlar uchun, bolalar uchun bitta chiroyli qarshi bo'lsin. Qani ketdik. Barakalloh. Tillarda uçurup arıyorsun. Barakalloh. Sabır karşıya mısın? Barakalloh. Bu balani atı Doniyor. Bunu ağzını oynataman. Endi tilida uçurgan bo'lsa, mana buni sog'lovlarni bossın. Atı Sanjarbek. Aşu olovlarni ustini bosib, bu yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa o'ynab kirib o'taversin. Bolalar bir chiroyli qarshi bo'lsin. Ketdik, qani? Barakalloh. Sabr qarsiga bo'lsin, birodarlar. E'tibor bering, olovlar bilan. Bossing. Ancha qarshi kelsa keling, birodarlar. Barakalloh. Almatura. Tomosha qiling, qo'li oyog'i tegib ketsa hisob emas, tomog'ida bosib yeyib beradi. Ammo agar tomog'ida bosishdan oldin e'tibor bering, yo'q qorin bir bor bo'lsa, orqasidan keyin yo'q bo'lsin. Qarshi kelsa bir qarshi o'tirsin, birodarlar. E'tibor bering. Ha? Apar qarsiga bo'lsin, e'tibor bering. Ha? Tomosha qiling, bor qorin yo'q bo'lsin. Ancha qarshi kelsa kerak, qani? Barakalloh. Qorinda mushuk o'ynab borsin. Ancha qarshi kelsa-da birodarlar. Ha? E'tibor bering. Ya bir qarshi bo'lsin. Ya barakalloh. Barakalloh. E'tibor bering, kuryaklarni o'ynab borsin. Yalasini. Aşağıda turani bir tomog'ida bosib yeyib beradi dedim. Aytishga oson, bajarishga qiyin, birodarlar. Mana shunday qilib qiynalib katta bo'lsa palon bo'ladi. Bir chiroyli qarshi bo'lsin, mana shu o'yinni ham bir ko'raylik. Qarang xalqim. Barakalloh. Bundan ham og'ir bitta o'yin ko'rsatadi sizlar uchun. Bola uchun bir chiroyli qarshi bo'lsin, bir ko'raylik. Keting. E'tibor bering. Endi tagiga mana bu shishalarni tashladik, ko'kragiga bitta toshdan qo'yamiz. Mana bu 10 kilolik tuvalda bor kuch bilan ursin. Toki sizlar bo'ldi deb qarshi cho'rsanglar to'xtating. Mabodo orqalari qonayib ketsa kulish yo'q. Kasbini hunarini ko'rsatyapti. Chiroyli qarshi bo'lsin, chiroyli qarshiga bir ko'raylik, birodarlar. Qarang. Qarang. Hop. Ayolmi? Salomlarim. Oldin bo'lsa. Qarshiga hech bilmayapti-ku. Hep bo'ladimsa, barakalloh. Barakalloh. Hop. Ukamiz o'ynagan o'yinlari sizlarga yoqqan bo'lsa, Doniyorbek ham bitta qarshi bo'lsin, birodarlar. Barakalloh. Ha? Boshini qo'ying. Boshini. Xonlik o'yinlarga bir navbatni beraylik. Oilada 4 qiz, 2 o'g'ilmiz. 2 o'g'ilmiz. Hozir ukam o'ynasin, bir ko'ringlar. Otib Baxtiyor. Yoshi 30 yoshda. Mana shu palon bola nima o'ynab berar ekan, nima tomosha qilar ekanmiz deb o'rtaga tering o'zinglar. O'rtaga tering. Palonni chiqishga ham bitta muhabbati qarshi bo'lsin, karnay sunday bilan aka. Ketdik bo'lmasa, qara.
Bu mani ukam, bu otamga tortgan sal nochorada. Va onaga tortib olsam kishini qilib qolganman. Endi bu egasi bizga qaraydi, mashqqa bog'liq. Mashq qilgan inson palvon yigit bo'ladi. Ukamni yosh bir ikki dona o'ynataman. Ukamni ko'rib havas bilan, ixlos bilan, chin muhabbati bilan qarsak cholib tomosha qilgan insonni o'g'illari, nabiralari palvon bo'lsin, bormi qarsak? Bargala palvon. Avvaliga dona bilan tanishib o'ynaylik. Bargala. Ağırlık 32 kilo bo'lgan toshlar bilan ajoyib o'yinlarni ko'rsatib olsin. Bargala palvon. Sizlardan qarshi bo'ladi palvonlar ajoyib o'yinlarni ko'rib olamiz. Qaraganda. Sharmadi. Yana bir qarshi bo'lsin ukamizga. Qaraganda. Bo'ladi palvon. Endi toshni eng nozik barmog'ida ko'taradi. Katta bo'lsa qarang. 64 ta tosh. Eng noziklari bo'ladi. Baraka. Qasukar sekini 64 kilo. Bo'ladi palvon. Tosh ko'tarsa ko'pchilik ishonmaydi. Bu ham palvon yigit. Bitta qo'lda ko'taradi. Kamiga ikkita toshni qo'shib ko'taradi. Ko'taradi, va'da bermayman. Allohning kuch-quvvat najot kelsa ko'tarmasam ham qo'y qo'ymaydi. Ko'tarib bersa, ko'targan halol ekan palvon deb qarshi chiqqan insonni o'g'li palvon bo'lsin. Ketdik. Hay. Ey yigitlar, orqaga. Qarshi chiqqan insonni o'g'illari palvon bo'lsin. Qani? Qo'y palvon. Hay. 132 kilo. E'tibor bering. Palvon. Qaraganda. Mana qasa karjini birodarlar qarang. Hey. Qarasa. Qaranglar. Qaranglar. Hey. Agar yaxshi qarshi bo'lsa, uchinchisini boshqa urib tushirib beradi. Qarshi bo'lsa birodarlar bir ko'raylik. Katta bo'lsa qarang. Amalekin iloji boricha osmonga qarab yurgitsin. Tepadan tushayotgan tosh kamida bir 100 kilo bo'lib tushadi. Ha bo'li. Gum etgan ovozni eshitsangiz qarshi choling. Ha bo'li. E'tibor bering. Chiroyli qarsiga bir o'ynab bersin. Katta bo'lmasa palvon. Polonun ki boşu menenle. Eve geçti mi? Şarıl. İtibar vereyim. Hadi babası. Hadi gelin baba. Bari gelin poloncu. Bargala palvon. Oltita toshni bog'lang. Avvaliga toshni bog'laguncha taxtani olib keling. Tomosha qiling mana shu. E'tibor bering, sizlardan qarsak bo'lsin. Palvondan chiroyli o'yin bo'lsin birodarlar. Katta bo'lmasa qarang. Toshni bog'lang.
usulda qoqib bersin. Siz az tomoshabin bilan yanaga olganligingizda qatorda ekanmisiz? Bundan ham katta tomoshada ko'rishguncha sizlar uchun o'ynab bersin shuni. Palon uchun bitta chiroyli qasam bo'lsin birodarlar. Qani ketdik. Çıkın birazlarlar, kettik. E'tibor bering. Palon. Egallashdi. Yana bir qarshi bo'lsin birodarlar. Barakalar, to'rtasini bog'lang. Endi birodarlar otabni o'yindan bitta ko'rsatsin. 4 ta tosh 128 kilo bo'ladi, tishida bo'ladi. Mana bu ikkitasi 64 kilo bo'ladi, jami 192 kilo. Mana shu toshlarning hammasini bir ko'tarib bersin. Bitta chiroyli qarshi bo'lsin, chiroyli qarshilarga bir ko'raylik Doniyorbek. Barakalloh. E'tibor bering endi. Kelganda otni bog'lashga o'g'il kerakdir insonga deydi. O'lganda zor yig'lashga jaji qiz kerakdir insonga deydi. Ilohim hammani ham o'g'li palon bo'lsin. Birodarlar sizlar uchun o'ynasin. Palon uchun yana bir qarshi o'sib birodarlar qarang. E'tibor bering. Palon hushyor bo'lib. To'rtasi 128 kilo tishida. Palonni daqling. Tomoshaning oxirida bir mashinalar bilan bir kuchlanishib bersin. Orqadagilar ko'rsin. Orqadagilar ko'rsin. E'tibor bering, tomosha qiling. Ketdik bo'lmasa, choptiring, marakaga qarang, Akmalxon. Akmalxon, bolaga qarang. Geldi. Bakın. Haber karşıya basan birodarlar. Barakallah, çalayın. Barakallah palvon. Matizning orqasidan oling bog'larni. 1 metr 4 metrga oling uzoqroqqa. Avvaliga birodarlar ana shu g'indiraklar joyiga aylanib qolsa keyin qarshi olamiz. E'tibor bering, tomosha qiling. Oning orqasidan bog'lanib, Matizning orqasidan 3-4 metrga oling, tez. Barakallah, choptiringchi. Bejallashib endi. Belo olib keling. Yaşayla. Arkasından olmaları, arkamızlık yetişim okuyun. Egeler şuraya geldi. Hayır mı? Alayım olmasa. Bu yigit mana ukam, Otib Baxtiyor. Mana shu o'zimizning Qozonsoyning paloni. O'ynagan o'yinlari sizlarga yoqqan bo'lsa, shu palon yigitga yana bir qarshi bo'lsin birodarlar. Bu kerak. Endi
Otadan qolgan bir san'at. Buni o'ylab tugata olmayman. Ko'p vaqtinglarni olgan bo'lsam uzr endi. Tomoshani shu yerda to'xtating. Ilohim shu akalarimni umri uzoq bo'lsin. Shahrimizga to'p kelsin, shu akalarimni taqasi bo'lsin. Endi tomosha yoqda bo'ladimi? Endi tomosha narigi tomonda bo'ladi. Bolalar to'palay qilmanglar. Mehmonlarni tomosha chiroyli o'tsin. Yana toshini ko'rishguncha xayr sog'inglar. Rahmat.